Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilarim, hurmatli ayol qizlar. 8-mart zo'r bayramda Nerga borsangiz skidkalar bo'ladi, arzonchilik bo'ladi, podarka olsangiz yonida podarka qo'shib beradi. Ana shunday do'konlardan biri Nazakat Gold oltin do'koniga keldim. Orientirni tushuntirib o'taman. Tres poliklinikaning ro'parasi bo'lib tushadi. 6-lar xatarida Roza Golddan keyingi do'kon bo'ladi. Ya'ni Roza Goldning qaptalindagi do'kon bo'ladi. Kelaverasizlar, Roza Gold hammaga mashhur, ma'lum. Shuni yanındagi Nazakat Goldning bugun oltinlarni obzor qilib beramiz va bayram uchun qanday skidkalar bo'ladi, oltinlar narxi qanday, lom qanday va bizlar borib oltin olsak podarkaga nima beradi Nazakat degan savollarga javob olasizlar. Videoni diqqat bilan ko'ring. Video tushunarli bo'lishi uchun qisqa lo'nda bo'ladi. Nazakat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli ayollar, qizlar. Sizlarni kelayotgan 8-mart bilan tabriklayman. Erlaringizga shunaqa oltinlarni olib beringlar deb aytinglar hammangiz. Oltinlarni bir tushuntirib o'tsangiz, tanishtirib, sizda qanday oltinlar bor? Bizlarda hammamiz rossiyskiy, italyanskiy oltinlarimiz bor bizlarda. Nefritlarimiz bor, mana dim onajonlarimiz uchun. Baribir hammaning bolalari olib beradi-ku, onasi uchun. Bulardan skidkada qo'ydik biz Shoira opa. 1.180 mingdan qo'ydik hamma nefritlarimizni. Grammini, ha, o'lchab teraziga tashlab 1.180 dan beramiz hammasini. Keyin dorikalar qo'ydik, mana dim toza moda bular. Eng oxirgi modalarimiz bular bizlarning. 1.300 mingdan beramiz bularni. Bular 1.300 mingdan berasiz. Bularni 1.300 dan beramiz. Kelishtirib berasizmi? Chiqqan grammidan tartishib olsa bo'ladimi yo bo'lishimi? Bo'ladi. Endi bo'la qo'ysin yaxshi. Tartishib oladi. Yo'l kirib. Bir bozor bu. Yo'l kirib qaytib berasiz. Obunachilar, mana shu videoni ko'rib keldim deganlarga. Xo'p, qarang, bu yerdan oldi sizdan endi oltin oldi, yo sipuchkalar oldi, bir ko'rsatlar. Podarkaga nima berasiz? Podarkaga mana birga bir ishlanganlardan beramiz. Ya'ni qarang bularda siz bushtera bular biroq. Lekin oltin deb o'ylaydim. Oltin emas biroq. Lekin qarang, ana shu narsani, xuddi shuning oltini bor. Obunachilar, Dorikaning xuddi shuning oltini bor. Qarang, keling, bu yerdan xohlagan oltiningizni oling. Bir nima emas, sirg'a, uzigalar, sepchiklar bor masalan. Keyin Chaylapa, men aytajaqman-da sizga. Mana shunday masalan ko'na oltinlarimiz bo'lsa, bugun oldiqdan, mana Toshkentga ham olaveramiz bizlar, mana. Qarayib ketsangiz ziyon yo'q bularning, mana. Toshkentskilar qarayapti. Bular Toshkentskilar necha so'mdan? Toshkentskilar 550 dan olib turibmiz, 600 minggacha olamiz, 550 dan, rossiyskilar 1.100 minggacha olib turibmiz. Rossiyskiy oltinlardir. Bular rossiyskilar. Bular lom, ava. Bularni bizlarga topshirib, mana bunday tozasini olsam bo'ladi, mana. Mana qarang. Topshiring tozasi, mana rossiyskiy oltin. Mana ko'ring. Nazakat shunda buni 1.100 dan sizga topshirdi. Ava. Qarab, buni 1.180 dan olib ketadi. Ava. Shunda 80 ming so'm farqmi? Ava, 80 ming so'm farq etadi. 10 gram olsa, 10 gram lom topshirib, 10 gramlik oltin olaman desa, 800 ming bersa bo'ldi. Ava. 800 mingni almashtirib berasiz toza. Beramiz. Ana shuni podarkaga podarkaga ham berib beramiz. Berasiz, Ava. 8-mart uchun. Obunachilar, zo'r. Apalaringizga, ayollaringizga olib beringlar. Taqsin sizning davringizda quvonib. Keyin qanday oltinlar bor yana sizda? Keyin bunday komplektlarimiz bor. Mana qarang, 8-martga, 21-martgacha bo'ladidan bular endi. 1.250 mingdan berib turibmiz bularni. Grammi nima? Grammini avang 1.250 mingdan. Videoni ko'ring obunachilarim, siz izlab yurgan oltinlar bo'lsa, screenshot etib belgilab kelsangiz, aniq grammlari bilan teraziga tashlab 1.250 dedi. Endi ozroq yo'l kirib pul baribir qaytib kelishamiz. Beriladi, ham podarkasi. Mana bularning podarkasi sumka bo'ladi. Sumka beramizmi? Bularga sumka beramiz. Podarkasi ketmasa ekan 8-mart uchun podarka. Ko'nglingizni olib yuboramiz. Qarang, bu yerda boshqa sepuchkalar ham bor. Sepuchka, klonlar. Kim qanday oltin izlab yurgan bo'lsa, kelaverasiz. Veterinarning tiyindadan bor oltinlar. Bir ikisini olib ko'rsatib bering shularni. Bularning ham baribir narxi bir. Mening. Mana bir tur narxda chiqqan bular ham. Qarang, qanday chiroyli qashlilar ham bor, mana. Apalarni ham yaxshi ko'radi, sevib oladi mana. Bolalar olib beradi. 8-martda ayolni olib beradi va deb qo'ygan bo'lsa, ana shuni olib berganim Dorikani dim chiroyli ekan. Mana. Dim chiroyli. Qarang, bu boshqacha ekan, boshqacha model ekan. Hech do'konda ko'rmadim buni. Boshqacha chiroyli. Bulardan kelib chiqqan grammini o'lchatib, tarazda 1.300 1.300 100 dan o'zining ko'na oltinlari bo'lsa bizlarga bersin, tozasini beramiz bizlar. Keyin qarang, bu narx muddatli to'lovgami yo naqd pulgami? Ikkovidan bor. Muddatli to'lov ham bor. Muddatli to'lov bo'lsa shu 1.150 dan beraverasiz, ko'tarmaysiz. Beraveramiz, uning farqi yo'q. Muddatli ishsiz odamlarga 5,5 milliongacha chiqadi. Pensionerlarga shuning o'zi chiqaveradi. Dastavka qanday, Nazakat? Dastavka yuboramiz. Telefon etib aytsa, pul tashlasa kligimizga
Onlayn yuboramiz. savdodan borang sizda. Bor, onlayn savdodan o'tib beramiz. Hozirgi so'nggi modeldagi gurmetlar ham bor ekan. Ko'rsatib beramiz. Gurmetlarning ulug' kichik grammlar tavlami. Havo, her turi bor bulardan ham. Obunachilar, agar izlab yurgan oltinlarimiz bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Nazakat Gold quyida telefon nomerlar qo'yamiz, xabarlashsangiz bo'ladi. 8-martdan 21-martgacha sovg'alar qo'shib berish aksiyasi bor. Ya'ni oltin oldingiz, bujteriya qo'shib beramiz. Komplekt oldingiz, sumka qo'shib beramiz. Lomlarni 1 million 100 dan topshirib 1 million 180 ming so'mdan shu nefritlarni olib ketsangiz bo'ladi. O'rtada 80 ming razniца etadi. Bugungi kunga, ya'ni 4-mart sanasina ko'ra lomlar 1 million 100 gacha olinib turibdi. Balki tushishi mumkin, balki ko'tarilishi mumkin. Bu birjaga bog'liq. Ko'tarilsa qimmatroq olamiz. Lomlar ko'tarilsa qimmat olaveramiz. Kelinglar, hammangizni kutamiz bayramlarga. Sog' bo'linglar.